alaykum. Bugun Qorako'l School maktabidagi o'quvchilarimizdan qiziqarli javoblarni olamiz. Agar kitoblar shokolad ta'mida bo'lganda nima qilardingiz? Olardim-da, o'qirdim. O'qirmidingiz? Ha, hidlab. What? O'qolmardik. Shokolad bo'lib qolardi. Ha, yeb qo'yardim. Hammasini yeb qo'yarmidingiz? Yegan bo'lardim. Yeb qo'yardingiz hammasini? Yegan bo'lardim. Yeb qo'ygan bo'larmidingiz hamma kitoblarni? Yeb qo'yardim. Agar poyezd Toshkentdan Samarqandga yo'lga chiqsa, necha soatda uchib keladi? Yarim soatda. Yarim soatdan. Poyezd uchadimi? Yo'q. 2 soat. 2 soatda uchib keladi. Poyezd uchaydimi? Ucholmaydi. 1 soat. 1 soat uchib oladi. Poyezd uchadimi? Poyezd ucholmaydi, lekin tezligi ucha oladi. Ha, to'g'ri. 2 soat yetib oladimi? Poyezd uchadimi, Yahyo? Yo'q, 1 soat. 1 soatda poyezd uchadimi? Yo'q. Ucholmaydi-ku. Uchmaydi, 1 soatda boradi. 2 soat. 2 soatda poyezd uchadimi? Yo'q. Uchmaydi. Sut nimadan tayyorlanadi? Molda. Bizda ikkita variant bor. A metandan, B ko'mirdan. Metandan. Shakar bilan ham tayyorlanadi. Yana beradi sutni mol. Yana beradi tuya. Молодец. Sut nima? You can do so. Sut nimadan tayyorlanadi? Bilmayman. Okay. Sigirdan sog'iladi. Sigirdan sog'iladi. Yana nimadan tayyorlanadi? Variant beraman sizga. A metandan, B ko'mirdan. Qaysi biridan tayyorlanadi? Metandan. Tayyorlanmaydi. Ha, Sog'ishadi. qayerdan sog'ishadi? Anaqa sinmaydi. Tarobat mayda so'yjasiga. Menda Nima edi? esdan chiqqan. Sut nima deysan? Sigirdan keladi. Ah, sigir. A metandan, B ko'mirdan. Metandan. Metandan tayyorlanadi. Qaychi bilan nima ishlarni amalga oshirsa bo'ladi? Qog'ozlari keshishga, narsalar keshishga. Qaychidan qog'oz bilan bir narsa yasha olamiz. Qaychini bitta joy qiyshayib ketsa, o'shanda qirqish mumkin. What? Kessa bo'ladi. Hamma narsani kessa bo'ladi. Hamma narsani emas, qog'ozlarni, kitoblarni, lekin kitob ketiladi. Adingiz ishdan charchab kelganlarida birinchi bo'lib nima qiladi? Ovqat yeydi, keyin suv ichadi, uxlaydi. Okay. Birinchi bo'lib o'zlarini ishib o'tirib, kompyuterini olib ish qiladilar. Ishdan kelishlari bilan yana kompyuterdan olib ish qiladilarmi? Yana charchab kelarsa mumkin, charchagan bo'lsalar yotib uxlab qoladilar yoki bo'lmasam qornlari och bo'lsalar o'tirib oladilar. Anam ishdan kelganlarida birinchi ovqat yeb oladi, keyin yotib uxlaydilar. Boshqa ish qilmaydilar? Uxlaydilar. Shunday ishdan kelib uxlab qoladilarmi? Yo'q. Salom beradi ko'rsatilgan. Keyin Ovqat yeydi, keyin uxlaydilar. zo'r. Uyga kirib, non ko'rsalar xursand bo'ladilar. Women. Birinchi bo'lib salom berib kiralar, keyin ovqat yedilar. Keyin biza bilan shuncha o'ynaydilar, keyin ko'rsatiladi. Agar oyingiz aytganlarini qilmasangiz, oyingiz nima qiladilar? Uradilar? Urishadilar. Yana? Nima deb Baqiradi. Baqiradi nima? Nima deb baqiradi? Chunki aytganini qilmaganimiz uchun, shovqin qilganimiz uchun. Oyim charchab qoladilar. Aytganlarini qilmasangiz, oyingiz charchab qoladi. Urishadilar. Qabuldingmi deydilar-da. Qabuldingmi deydilar? Yo'q, qolsam. Qayerdir boradigan bo'lsa, olib bormayman. Qachon yomon bola bo'lib qolasiz? Hech qachon. Qachon yaxshi bola bo'lasizmi?
Bo'lmasam, har doim mana shu narsani qilaversam. Agar dars qilmasam, To'ppa-to'g'ri. Dars qilmasa yomon qiz bo'lib qolamiz. hech qachon Hech qachon. Har doim yaxshi bola bo'lasiz. jahli chiqqanman. Jahli chiqqan yomon qiz bo'lib qolasiz. Kimdir bilan urushib qolsam. Eng ko'p nimadan qo'rqasiz? Qo'rqinchli videolar. Qo'rqinchli videolarda? Mollardan, yana churni qora bantiradan qo'rqaman. Eng ko'p yomon narsalardan-da. Yomon narsadan qo'rqasiz. Eng ko'p on kasal bo'lganlardan. Oyis kasal bo'lganlardan qo'rqasizmi? Ilondan qo'rqaman. Ilondan qo'rqasizmi? Barakalla. Uni bilaman. Uni bilmaysiz.